Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Bizda 2026-yil determinda tushgan misolimiz tahlilini ko'rib o'tamiz. Buni ishlash uchun mana bu 3 ta formulamizni yoddan bilishimiz shart. Endi misolni yechimiga o'tamiz. Birinchi yo'li mana bu birinchi formuladan foydalanib qavslarni ochib chiqamiz. Demak, sinus kvadrat 26 plus 2 kara sinus 26 ko'paytirilgan kosinus 4 gradus plus kosinus kvadrat 4 gradus plus kosinus kvadrat 26 plus 2 kara kosinus 26 ko'paytirilgan sinus 4 qo'shilgan sinus kvadrat 4 gradusimiz tenglik. Endi birinchi formula ketdi, ikkinchi formuladan foydalanamiz. Demak, bir xil gradusli sinus va kosinuslarning kvadratlari yig'indisi 1 ga teng ekan. Demak, sinus kvadrat 26 gradusimiz va mana kosinus kvadrat 26 gradusimiz. Bular teng bo'lgani uchun 1 graduslari tengda, yig'indisi 1 ekan. Endi ikkinchi ko'zimizga tushgan narsa kosinus kvadrat 4 va sinus kvadrat 4. Buni ham yig'indisi 1 ga teng. Plus endi mana bu ifodamiz bilan mana bu ifodamizdan 2 ni olib chiqadigan bo'lsak, 2 sinus 2 ko'paytirilgan sinus 26 ko'paytirilgan kosinus 4 plus kosinus 26 ko'paytirilgan sinus 4 gradusimiz 1 ga 1 2 2 ko'paytirilgan. Endi mana bu 3-chi formulamizdan foydalanamiz. 3-chi formulamizda aytilganki, kosinus x ko'paytirilgan sinus y plus kosinus y ko'paytirilgan sinus x. Demak, kosinusda x va y qiymatlarini sinusda x va y qiymatlariga ko'paytirib qo'shganimiz sinus x plus y imizga teng ekan. Demak, bu narsamizda sinus x'imiz bizda 26, y'imiz 4 ga teng. Demak, 2 plus 2 kara sinus 30 gradusimiz 1 taqsim 2 qiymatiga erishadi. Bularni qisqartirsak faqat 1 qoladi. 2 plus 1 bizda 3. Demak, bu tenglamamiz ifodamizning javobi 3 chiqargan. Demak, B. Barchaga rahmat.